o'zbek o'g'lonining oyog'i oyga qadam bosmoqda. Va shu bilan birgalikda kosmonavtimiz Bobur Shavkatov O'zbekiston milliy bayrog'ini oyga qadash uchun tayyorgarlik ko'rmoqda. Va nihoyat hayajonli daqiqalar. Alo, ha? Dadasi qaddasiz nima qilyapsiz? Qachon kelasiz? Hozir batman, keyin gaplashaylik, muhim joydamiz. Xotinim, bolam joqqam deb ham o'ylamaysiz. Zerikib ketdim buyda, aylantirib ham kelmaysiz. Qanaqa odamsan, men o'ynab yurganim yo ishdaman. Shundoq gap ketish qiyinmi? Ishingiz muhimroqmi bizdan ham? Telefon qilaman, xo'p, hamma kutib o'tiribdi. Iltimos, xalaqit bermagin, dunyo qarab turibdi. Va nihoyat kosmonavtimiz Bobur Shavkatov O'zbekiston milliy bayrog'ini oy tuproqlariga qadam qo'yish arafasida. Bu O'zbekiston tarixida ilk bor oy. Ha! To'ydan oldin bir dunyo va'dalar bergandingiz. Osmondagi oyni olib beraman degandingiz. Voy, xo'p, televizorga qara, hozir nima qilaman? Xotin miyamni zo'rlama, xalaqit qolsan deyapman. Hech bo'lmasa ro'zg'orga bozorlik qilib tashlab keting. Men uzoqdaman, o'zing qilgan, umrimni yeding. Pulam tashlab ketmagansiz, nimamga bozorlik qilaman? Xo'p, kutib tur, hozir klikdan tashlayveraman. Tushdi dadasi, yaxshi ishlab keling. Boshqa bezovta qilmayman. Va nihoyat O'zbekiston bayrog'i endi oyda ham xilpirab turadi. Sal qolishiga ham sal qoldi-da. O'zbekiston tarixiy voqeasi qolib ketardi-da.